Nima uchun Uchbachalik haqida qissa, g'arib sayohat, suv bo'yida Qizilrabaq uchish qatorliq bu 4 klassik asar shu tarixdan toki hozirgacha tillarda daston bo'lib, mashhurlanib, so'zlanib, tadqiq qilinib, qayta nashr qilinib, mashhurlanib 4 jahon asar, 4 klassik asar deb shunday ta'riflanib keldi. Chunki bu asarlar haqiqatan shunday maqtashga, ta'riflashga, qayta o'qishga, tushunishga arziydigan bir asarlardir. Masalan, men hozir g'arib sayohat bilan Uchbachalik haqida qissani so'zlab, xil bir yer keldim. Har birisidan 30-40 qismdan so'zlab bo'ldim. Buni so'zlagandan keyin nurg'unlagan turdashlarning pinglunsi, manqansiz shillarni ko'rgandan keyin o'zim xo'sh bo'ldim. Nurg'unlar dedi. Voy, burun g'arib sayohatni shunchalik ko'ribman, bekor ko'rib ekanman. Ma'ma mazmunlarni faqat tushunmab ekanman. Uchbachalik haqida qissani men urushgan bu yerlarni ko'rib ekanman. Asli mening oq ko'rishim mandaq ekan. Lübey'nin hakkını sandıkken nurgun meselerini düşünüp mani qildim rahmat degan inkasdan ko'rib men nihoyat xush bo'ldim. Ham mushu mening mushundaq hiçbir ishim orqali nurg'unlagan yangidan chiqqan savollarmi bor. Burun el qiyis qilib baxmagan bir savollarchu. Bu asarlarda sizib berilgan hayot kartinasi, aks ettirilgan turmush bilimlari hozirgacha rostligini his qilyapmiz. Hozir turmushimizgacha tushyapti. Biz bilib yetyapmiz. Qaranglar, biz doim Qizilrabaq uchishtikdek o'zaro kuyinish, mehribonlik, vafodorlik, inoqlik bo'lishini, shunda qarindoshlar bo'lishini umid qilamiz. Lekin amaliy turmushda bizning erishganimiz xuddi Uchbachalik haqida qissadagidek o'zaro o'rgolash, putlash, baplash, haslash, manfaatparastlik bo'lib chiqdi. Biz hammamiz suv bo'yidagidek batur, haqqoniyatchi, jigarlik, o'g'ilvaldachilik va deb qo'ygan shunday bir birodarlarimiz bo'lishini, shunday o'tishni o'ylaymiz, tasavvur qilamiz, qaldimizda deb turganimiz o'zimizcha. Lekin bizning amaliyotga erishishimiz bo'lsa, g'arib sayohatidek alvostiladi. Bir yuzni ko'rsak, do'st birodardek turgan bilan yana bir yuzni ko'rganda ko'rib qo'rqib ketamiz. Endi bu asarlarga yig'inchoqlangan, ifodalangan mazmunlar mushundaq nihoyat ko'p, hikmatlar nihoyat nurg'un bo'lg'achqa, shunda hammamiz kichigimizdan ko'rib yod bo'lib ketgan asarni men yana maddoh shaklda hammalarni qaytalardan yeyishib, ichib turyapman. Ko'pchilikmi meningki so'zligimni yoqtirib anglayapti. Bundan keyin bu qissa haqidagi bayonlarim yana to'xtab qolmaydi. Bundan keyin Uchbachalik haqida qissa tugandan keyin yana davomli suv bo'yida asarni tugasak, undan keyin Qizilrabaq uchish, Chingizxon qatorliq asarlarni yana davomli so'zlab har qaysiinglar sunaman. Yoqtiradigan do'stlar, go'nji qo'lishni unutib qolmanglar. Bunday Uyg'ur so'zilgan asarlarimning tushib ketmasligi uchun ko'pchilikning yurak berib, saqlab olib, piyonlik qilib olishinglarni umid qilmak. Ko'pchilikka rahmat.